odam va uy bir xil narsa. Xullas aka qarang, uyingizni nima istadi? Radiator istadi, to'g'rimi aka? Mana bu radiator deb olsak, uyingizni to'liq isitadi, to'g'rimi? Sizni nima istadi desa, sizni badaningiz istadi aka, to'g'rimi? Sizni badaningiz isitgandan keyin aka, siz uni ustidan yaxshi kurtka yoki yaxshi narsa izolyatsiya uchun kiyasiz, to'g'rimi? Tashqi tarafingizdan. U ham xuddi shunaqa izolyatsiya qilish kerak. Endi qarang, men yaxshilab tushuntiraman sizga. Oldin to'n kiylardi, yana bu nima pupaykalar kiylardi, issiq kiyiladi. Lekin zamon o'tdi. Hozir yuqi zo'r kiyimlar chiqib ketdi-ku, kiyib olasiz, sintifoli bo'ladi-ku, sizga komfortli bo'ladi. Ham sizni issiq tutadi. Uyingiz ham xuddi shunaqa. Agarda siz tashqi tarafdan izolyatsiya qilmagan bo'lsangiz, qo'pol qilib aytganda bitta ko'ylak bilan ko'chaga chiqib ketgan bo'lsangiz, uyingizni nazarda tutgan bo'lsam, sizni uyingiz hech qachon isimaydi. Qanaqa ichkaridagi radiator bo'lishidan qat'iy nazar, siz uyingizni izolyatsiya qilayotganda yaxshi narsa bilan izolyatsiya qiling. Ya'ni aka xohlang bazalt bilan qiling, xohlang XPS bilan, xohlang penoplast qiling. Lekin menda penoplast bor aka. Eng asosiysi bir necha bor tashqi tarafdan izolyatsiya qilish haqida gapirib o'tganman. Uyi sovib ketayotgan bo'lsa, aka darhol shuni foydalaning va qiling. Effektini aka keyin bilalashib gapiramiz. Men mana shu videoni ko'rganimda men bu keyin endi odamlarga ko'rsatib beraman deb video qilish nasib qilsa aka, imенно siz bilan. Eng asosiysi aka, shu ma'lumotlarim ko'pchilikka yetib borishi uchun siz like tugmasini hali ham bosmadingiz aka. Men siz uchun jonimdan ma'lumotlar gapiryapman, siz hali ham like bosmadingiz. Aka, hozir bitta like bosib qo'ying aka. Bu manfaatli bo'ladi, xudo xolasa.